Koson bozorda narxlar tushmoqda. Ya'ni bu uchastkamiz uchun egalar avvalroq 60 ming dollar so'rashgan edi. Endi esa 650 million ko'ndirib qo'ydik. Yana ko'ngillariga qo'ysin, ozgina tushirish mumkin. Manzilni eslatib o'taman. Stansiyadan kelishlikda chap qo'lda ko'cha, usta Zestyanchiklar ko'chasi. Uyimiz esa chap qo'lda 3-uy. Xonadonimizga kirgandan chap qo'lda kattagina mehmonxonasi bor. Bu tomonda ham mehmonxona qilsa foydalansa bo'ladigan uyimiz bor. Bu ham kattagina. Hovlimizni ko'rishimiz mumkin. Kengina 8 sotixlik hovli. Hovli to'rida molxona, o'choqxona, tandirxona sharoitlari qilingan. İşte chap qo'lda 3 xonadan iborat xonalar va undan so'ng banya bor. Bu xonamiz banya. Oshxonamiz ko'rishingiz mumkin. Oshxonadan so'ng ovqatlanish va o'tirish uchun xonamiz bor. Sakkiz sotixda joylashgan molxona, tandirxona, hatto basseynigacha bo'lgan ushbu xonadonimiz uchun egalari 650 million so'rashmoqda. Kelishadigan joy bor ekan. Aloqa raqamlarini pastda qoldiramiz. Faqat iltimos, realni oladiganlar telefon qiling.